5 dona qop-qora setdagi Captiva avtomobillari atigi 200 rubl evaziga bilet narxi 200 rubl. Ha, to'g'ri eshitibsizlar azizlar. 355 dona общий prezimiz 5 dona qop-qora setdagi qora Bayer Captiva avtomobillari 1000 rubllik, 2000 rubllik, 3000 rubllik va keyingi turga biletlarni tashkil qiladi. Ekranda ko'ringan WhatsApp raqamlariga aloqaga chiqamiz. Salom, bilet bormi deb yozamiz. Mana shaxsan o'zim biletingizni yozib beraman. Uyinga ishtirok etadigan payt keldi. 200 rubl evaziga mana shu avtomobil aynan siz uchun aziz do'stlar. Uyinga ishtirok etamiz, gazini bosamiz aziz do'stlar. Ana endi aziz do'stlar, avtomobillarni puliga keladigan bo'lsak, boshqa davlatdan uyinga ishtirok etadiganlar uchun aziz do'stlar. Ya'ni 5 dona qop-qora setdagi qora Bayer, ya'ni Captiva avtomobillarini har biriga aziz do'stlar 700 ming rubldan beraman. Mana 355 dona aziz do'stlar, общий prezimiz 5 dona qop-qora setdagi qora Bayer Captiva avtomobillari 100 rubl bilet narxi. O'z omadingizni sinab ko'radigan payt keldi. Siz qaysi mamlakatdan bo'lishingizdan qat'iy nazar meni uyimda bemalol ishtirok eta olasiz. Rossiyaning uzoq shaharlari, O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'iston, Turkmaniston, o'g'alarim, akalarim, singillarim, ukalarim uyinga ishtirok etadigan payt keldi. Ashaddiy muxlislar, akam bo'lasiz, Nomeradin kanali. Faqat bunaqasi mening kanalimda bo'ladi. 200 rubl evaziga aziz do'stlar, mana shuncha priz aynan siz uchun aziz do'stlar. Uyinga ishtirok eting, avtomobilni yutib oling, mazza qilib haydab yuring. Ekranda ko'ringan WhatsApp raqamlariga aloqaga chiqamiz. Salom, bilet bormi deb yozamiz va barcha savollaringizga mana shaxsan o'zim javob berib o'taman do'stlar. O'yin aksiyasi bilan chiroyli, ya'ni 5 dona bilet xarid qiling, 6 dona qilib chotki chiroyli qilib shaxsan o'zim biletingizni yozib beraman. 10 dona bilet xarid qilsangiz 13 dona qilib chotki chiroyli qilib shaxsan o'zim biletingizni yozib beraman do'stlar. Gazini bosamiz, ichiga donak. Gazini bosgan holda avtomobilni yutib olamiz. Karnay savdolar ostida avtomobilni shaxsan o'zim eltib topshiraman. Polni bak qilgan holda do'stlar. Uyinga ishtirok etib avtomobilni yutib oladigan payt keldi. Qani endi ketdik video obzor avtomobillarga.